Assalomu alaykum. Bugun hiragana alifbosining ya qatoridagi harflarni o'rganamiz. Yagyo. Ya qatorida 3 ta harf bor. Ya, yu, yo harflari. Bu harflar bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf ya harfi. Ya harfi qanday yoziladi? Birinchi chapdan o'ngga, keyin o'ng tepa qismi, oxirida tepadan pastga. Yozish tartibi birgalikda mashq qilamiz. Chapdan o'ngga, o'ng tepa qismi, tepadan pastga. Ya harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf yu harfi. Yu harfi qanday yoziladi? Bitta harakat bilan tepadan pastga olib tushib, yana tepaga chiqib, aylantirib pastga tushirib yuboramiz. Keyin o'ng qismini tepadan pastga. Yozish tartibi birgalikda mashq qilamiz. Yu harfi 2 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf yo harfi. Birinchi chapdan o'ngga, keyin tepadan pastga tushib aylantirib yuboramiz. Yozish tartibi birgalikda mashq qilamiz. Yo harfi 2 ta harakat bilan yoziladi. Biz ya qatoridagi harflar bilan tanishib chiqdik. Qaysi harflar? Ya, yu, yo harflari. Mashq qilamiz. Ya, yu, yo. Ya, yu, yo. Endi shu harflar ishtirok etgan so'zlar bilan mashq qilamiz. Bu so'z qanday o'qiladi? Yama. Yama. Tog'. Yuki. Yuki. Qor. Yume. Yume. Orzu. Mayu. Mayu. Qosh. Yagi. Yagi. Echki. Yubi. Yubi. Barmoq. Oya. Oya. Ota-ona. Huyi. Huyi. Qish. Yov. Yov. Kayfi oshmoq. E'tibor beramiz. U harfi o'zidan oldingi kelayotgan o harfini bu yerda cho'zmayapti. Sababi bu so'z fe'l bo'lgani uchun. Keyingi so'z hayay. Hayay. Tez. Kayov. Kayov. Qatnamoq. Yasumi. Yasumi. Tanaffus. Yonaka. Yonaka. Tun. Yukata. Yukata. Yozgi kimono. Yaoya. Yaoya. Sabzavot do'koni. Yobi. Yobi. Hafta kunlari. Kayuy. Kayuy. Qitishmoq. Yoyaku. Yoyaku. Buyurtma. Anaya. Anaya. Gul do'koni. Yasashi. Yasashi. Mehribon. Ohayo. Ohayo. Xayrli tong. Yumei. Yumei. Mashhur. Yovku. Yovku.
Kim, hayyu, hayyu, aktyor, yokozuna, yokozuna, sumo kurashi musobaqasi g'olibi. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.